Karxanchilik büyük kesip birinci kısım. Dünyada karxanchilik o'ttirg'i chiqqandan keyin insoniyat tarixida intayin zo'r büsüş, kishining aqli yetmaydigan darajadagi taraqqiyotlarga erishgan. Karxanchilik bu yerdagi karxanchi yana o'z navbatida olimlar, kashfiyotchilar, siyosiyonlar, faylasuflar, doktorlar, tadqiqotchilar bilan o'xshashlar bir büyük kişilerdir. Bırak bugünkü zamanda bizdeki karxanchilarga, bizdeki karxanchilik madaniyatiga qarab, sal bizde bir ümitsizlanish paydo bo'lib qoldi. Ya'ni bizdeki karxanchilikning asosiy ideyasi yanala shu ko'ni qaloq turdagi an'anaviy savdo qumi. Ya'ni birinchisi arzon ilib qimmat setish. Ma'lum bir narsani 5 mo'changa ilib 6 mo'changa sotsa, bu karxanchi. Ma'lum bir narsani asli bahsi 399 qo'ydi, hozir sizlarga 39 qo'yib sotsa, bu karxanchi. İkinci bir okuma pullu tapıdığan bir ovqatchilik bu. Pullu tapsı bolduğu, pul tapqalı noçuğu, pullu tapsı bolmadı mı nemişlik kısa aşık panuqlaplıqımızda deydiğen bizdeki başlamcı karxanlarının bildirgen təsiri idisi muşundaq oğaşqa keyindin çıqıvatqallar, əgişip meğivatqallar mı muşundaq bir natoğru yol boyunca natoğru ideyanın keyinde gitip almaqda. Şuna muş ideyanın təsirdə məyli yeni çıqqallar, məyli başlamçılık qarsa, nait yilige, insapsız, sapasız, əxlaqsız, rəyimsiz, qalaq sodigeler karxanchi atılıb muşundaq mağmaqda. Üçüncü bir tərəfi bizdə ortağış beqandığı istəydiğən gap var. Şunamı? Şunun bilan hamkorlashamaydigan, o'zaro hamkorlashib, kuch ulab taraqqiy qilolmaydigan. Ya'ni bizdagi bir qozonga ikki qo'shqoning besh patmaydi. Bir tog'da ikki yo'lbosdan tumaydi degan bir uqumni xato oldi ishiltib, naq shundaq birlashamaydigan, hamkorlashamaydigan. 5 mo'jam pulni kim ortiq topsa, o'zining yanchug'i sog'isi keladigan. Mushundaq bir hadis bormi yo'qmi? Shunga mushundaq bir sabablar, mushundaq bir ideyalar, mushundaq bir iqlimning ta'sirida bizde karxanchi desa qo'ymichi deb anglanadigan bo'lib qoldi. Karxanchi degan gap bilan qo'ymichi degan gap bir tangdosh, suhbatdosh bilinadigan bo'lib qoldi. Qaraydigan bo'lsak, bizda 80-yillari o'ttirib chiqqan tijoratchilar, karxanchilarning hammasi pul topgan. Gazir sotganmi topgan, kiyim sotganmi topgan, chinqoch sotganmi topgan, ish qilib yurak tiqqalda o'ttirib chiqib savdo yo'liga kira olganlarning hammasi pul topgan. Nimishqa? Chunki u vaqtlarda mahsulot oz, iste'molchilar ko'p. Chiqargan mahsulot mulozimat iste'molchilarni to'liq ta'minlab bo'lolmagan. Shuning uchun bozorni yaxshi. Shunga hozirgacha texi shu 80-yildagi karxanchilik savdo iqlimining ta'sirida mengayotganlarmi oz emas. Endi 90-yillarga nazar solsak, bu vaqtda bir qadar hukumat bilan bo'lgan munosabat yaxshilar ko'proq pul topgan. Nimishqa? Chunki u vaqtda hukumatimizning yaxshi siyosatlari bilan bir qism karxanalarni hukumat uyidagi karxanalarni shaxsiylarga o'ddiga birdigan bir yaxshi siyosat bilan najax taraqqiy qilgan. Shuning bilan bu vaqtda buningdek karxanalarni albatta men boshliq bo'lsam-mu shu tuzam bilan munosabat yaxshiroq bir odamga berma. O'xshash ikki odam keldi. Ikkilisining iqtidori o'xshash, ikkilisining chiqirdigan puli buningdagi qildigan ishlar o'xshash. Kimni tanlayman? Tuzam yaxshiroq biladigan, yaxshiroq tunuydiganini bilaman. Tushunami? Endi 2000-yillarga kelgandan boshlab mayli mamlakatimizda bo'lsin, mayli rayonimizda bo'lsin, barbara 2000 dollar kirib resmi karxana raqobati shakllandi. Chunki bozor tuyundi, mahsulot oshdi, mahsulotga tuyundi. Endi biz mahsulot bormi deb o 80-yillik nimbos oldigan emas, tanlab turib oladigan, bozorni tanlaydigan, shallaydigan raqobat shakllandi. Bugun karxanchilikning mukammal bir qonuniyati var, mukammal bir tajriba savoqlari var. Karxananing ilmitlari bo'ladi, karxananing strategiyasi bo'ladi, karxananing mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, yuziga yarasha bir qurilmasi bo'ladi. Karxananing yeni 100 yil xos bo'lgan sihriy kuchga ega markasi bo'ladi. Yaqinqi vaqtlardan buyon bo'layotgan rayonimizga ba'zi ishlar tufaylidan mush karxanchiga bo'lgan bir xil xato tushuncha, uqishmaslik, bilishmasliklar qayta yuz berib ketdi. Va yana bir qism soxta muvaffaqiyatshunoslar, bir qism soxta notiqshunoslar mush karxanchilik pul tepish bu to'g'risida og'ziga kelgan so'zlar ba'zi bir kishilarning qoymoq to'g'iltug'ayishmi noit ko'pga ma'lum noit ko'p uchirdi. Bularning qopchirakligiga shu darajada hayron qoldimki, hatto 198 ming ko'yliq darsi bor ekan, 198 ming ko'yliq. Hamda undaqlarnikini anglab baxtim, yeni shular egishib, oldinib shuni qo'llab
vaqirab turib anglaydiganlarmi yenili bor ekan, yenil tugmabdi. Shuning uchun bugun men bu yerda o'zimning necha vaqtda o'qigan kitoblari, anglagan, bilganlarimni qatib shu korxonchilik madaniyati to'g'risida 10 qismli bir filmni tayyorladim. Hamda uning ustiga necha vaqtdan 4 klassik asarni so'zlab o'ltirgan, shu vaqtda nurg'un fansolarni 4 klassik asarni korxonchilik bog'lab so'zlab bersangiz, majatmi bizga auditor foydasi bo'lsa, atrofni tushunsak degan edi. Ham shu bilganlarimni istak, ham bahrlashdimi, bir ozroq bo'lsa bir majburiyatim deb his qildim. Ko'pchilikka chuqur ozdir ko'pdir foydasi tegadiganligi ishonaman. Bu mazmunlar qiziqadigan do'stlar, meni go'nja qo'yinglar. Bugun boshlab 10 qismli korxonchilik buyuk kasb temasidagi mazmunim kunda bir qismda yo'llandi. Rahmat.